Assalomu alaykum aziz talabalar. Bugun sizlar bilan birgalikda sirtni proyeksiyalovchi tekislik mavzusiga oid yana bir chizmani ko'rib chiqamiz. Chizilish jarayonini o'rganamiz va kesilgan yuzda qanday holatda joylashishini aniqlab olamiz. Bugungi chizadigan chizmamiz birinchi variantga tegishli. Bizga berilgan 6 yonli 6 qirrali prizma gorizontal tekislikda ustidan, ya'ni yuqori qismdan joylashtirilgan. Biz uni to'g'ridan oldin balandligini, uzunligini topib olishimiz uchun gorizontal tekislikda aylanani teng 6 bo'lakka bo'lib olishimizga to'g'ri keladi. Birinchi variantni chizayotgan talaba yoki o'quvchi oldin aylanani teng 6 bo'lakka bo'lib olishi kerak. Undan so'nggina undan hosil bo'lgan burchaklar orqali frontal tekislikda uzunligini hosil qilib olishi mumkin bo'ladi. Bizga berilgan 50 diametrli aylana 25 radius orqali aylana chizib oldim. Endi aylanani teng 6 bo'lakka bo'lib olaman. Sirkulimiz yordamida aylanani pastki nuqtasiga sirkulni qo'yamiz va markazgacha bo'lgan masofani hosil qilamiz va ikki yonga belgilaymiz. Bu yerda yarim aylana chizishimiz mumkin edi. Men chiziqlarni ko'paytirmaslik uchun shunchaki belgilab oldim. Xuddi hozirgi bajargan ishimizni yuqorida ham takrorlaymiz. Aylanani yuqorisiga qo'ydim va markazgacha masofa hosil qildim. Ikki yonni belgiladim. Ko'rib turganingizdek, bizda 6 ta nuqtamiz hosil bo'ldi. Endi ularni birlashtirib prizmani 6 burchagini hosil qilib olamiz. Gorizontal tekisligimizda 6 burchakli prizmamizni yuqoridan ko'rinishini hosil qilib oldik. Aylanani teng 6 bo'lakka bo'lgan holatda. Endi biz frontal tekislikda to'g'ridan ko'rinishini, balandligini hosil qilib olamiz va mana shu burchaklar yon tomoni orqali yuqoriga to'g'ri chiziq chiqarib, frontal tekislikda prizmamizni uzunligini hosil qilib olamiz. X chizig'imizga nisbatan shu chiziqni perpendikulyar holatda yuqoriga davom ettiramiz. Uzunligini hosil qilib oldik, endi balandligini belgilab olamiz.
Transportirimizni mana shu qismga 1,5 sm o'lchagan qismimizga qo'yamiz, markaziga. Markazni mo'ljallagan holatda va 45 gradusimizni aniqlaymiz. Mana bizada shu qismda 45 gradus to'g'ri kelyapti. Endi uni birlashtirib olamiz. Chizmamizni berish qismini hosil qilib oldik. Endi geometrik sirtimiz bilan kesishgan proyeksiyalovchi chizig'imizni nuqtalarini aniqlab olamiz. Bu qismda birinchi nuqtamiz hosil bo'ldi. 1-2 nuqtamiz. Mana bu qismda ikkinchi nuqtamiz. Va yuqorida 3-nuqtamiz. Frontal tekislikda hosil qilgan nuqtalarimizni gorizontal tekislikka olib tushamiz. Birinchi nuqtamiz shu ikki qirrani o'zida joylashadi. Chiziqlarimiz bizga kerakli chiziqlar mavjud bo'lgani uchun nuqtalarni belgilab, raqamlab qo'yib. Bir shtrix va bu qismda ham bir shtrix. Ikkinchi nuqtamiz ham bu qirrani, ham mana bu qirrani kesib o'tyapti, to'g'ridan ko'rganda ham va orqa tomondagini ham kesib o'tayotgani uchun shu qismlarda ikkita 2 nuqtamiz hosil bo'ladi. Uchinchi nuqtamizni hosil qilish uchun to'g'ri chiziq orqali olib tushamiz. Hosil qilib oldim. Endi belgilab olamiz. Gorizontal tekislikda kesishgan yuzani nuqtalarini aniqlab oldik. Endi ularni birlashtirib chiqamiz. Kesishgan yuzamiz gorizontal tekislikda yuqoridan mana shu holatda hosil bo'lar ekan. Endi biz profil tekislikka birinchi geometrik sirtimizni o'zini hosil qilib olamiz va geometrik sirtimizda ham kesishgan yuzi yon tomondan qaraganda qanaqa holatda aniqlanishini chizib o'rganib olamiz. Mana bu chizig'imizni davom ettiramiz. Va bu chiziq Y deb nomlayman va profil tekisligimizni uzunligini hosil qilib beradigan nuqtalarimizni Y chizig'imizgacha davom ettirib olamiz.
Frontal tekislikda joylashgan geometrik sirtimizni mana shu burchak qismidan markaz sifatida foydalanamiz. Sirkulimizni qo'yamiz va eng yuqori va eng pastki burchaklarimizdan chizilgan chiziqlardan profil tekislikda uzunlikni hosil qilamiz. Profil tekisligimizni uzunligini hosil qilib oldik, balandligini frontal tekislikdan davom ettirib hosil qilib olamiz. Endi gorizontal va frontal tekislikda hosil bo'lgan nuqtalarimizni profil tekislikda birlashtirib, profil tekislikda ham nuqtalarni aniqlaymiz va kesishgan yuzdan hosil qilamiz. Birinchi nuqtamiz bu burchak bilan bitta tekislikda joylashib turibdi. Endi biza bu birinchi nuqtamiz mana shu ikkita o'rtada bizda ko'rib turgan qirra qismi ekan. Frontal tekislikdan 1-2 nuqtani davom ettirib, qirrada kesishgan chiziqlarni topib olamiz. Chiziqlarimiz kesishdi. Birinchi nuqtamiz va 1-2 nuqtamiz kesishib, shu qismda hosil bo'ldi. Bir uch nuqtamiz profil tekislikda, frontal va gorizontal tekislikda va mana bu qismda ham ikkinchi bir nuqtamiz hosil bo'ldi. 1-3 shtrix nuqtamiz yani. Endi ikkinchi nuqtamiz hosil qilib olamiz. Ikkinchi nuqtamiz ham ko'rib turganinglardek eng chegara qismida joylashib turibdi, ya'ni qirra qism. Biza frontaldan 2 nuqtani olib o'tsak bo'ldi. Ya'ni shunchaki davom ettiramiz 2 nuqtani profil tekislikka. Chiziqlar kesishdi. Ikkinchi nuqta va 2 nuqta. Shu qismda va qarama-qarshi tomonda kesishib bizaga 2-3 nuqtani hosil qilib berdi. Va mana bu qismda ham. Endi bizda 3-chi nuqtalarimiz qoldi. 3-chi nuqtalarimizni hosil qilib olsak bo'ldi. Profil tekislikda ham kesishgan yuzdan hosil qilamiz. Buning uchun gorizontal tekislikda joylashgan ikkita 3-chi nuqtamizni Y chiziqgacha davom ettiramiz.
davom ettirdik. Aylanali chizib olamiz. Profil tekislikka. Uchinchi nuqtamizda. Uchinchi nuqtamiz frontal tekislikda eng yuqori chiziqda joylashgan va profil tekislikda ham shu tekislikda joylashib turibdi. Balandlikda, ya'ni uchinchi nuqtamizni gorizontal kelganini olib chiqib birlashtirsak, topib olamiz uni ham. Chiziqlarimiz birlashib bizaga profil tekislikda uchinchi nuqtalarimizni topib berdi. Profil tekislikda hosil qilgan nuqtalarimizni birlashtirib, kesilgan yuzani hosil qilib olamiz. Profil tekisligimizda ham geometrik sirtimizni kesilgan yuzasini yon tomondan qanday holatda hosil bo'lishini aniqlab oldik. Endi bu qismga biza kesilgan yuzani o'zini haqiqatdan tekislikka joylashtirganda qanaqa holatda hosil bo'lishini aniqlab olamiz. Buning uchun bizaga sirkulimiz kerak bo'ladi. Undan oldin mana shu proyeksiyalovchi chizig'imizni x o'qigacha davom ettiramiz va x o'qi bilan kesishgan qismini markaz sifatida belgilab olamiz. Bu markaz bizaga aylanalar hosil qilishga kerak bo'ladi. Markazga qo'ydik va 3 ta nuqtamizni x o'qigacha aylana holatida chizib olamiz. Hosil qilgan aylanalarimiz x bilan kesishdi va shu qismda nuqta hosil bo'ldi va bu hosil qilingan kesishgan qismidan boshlab pastga x o'qiga nisbatan perpendikulyar holatda to'g'ri chiziq chizib olamiz. Biri ikki nuqtamizdan chizilgan chizig'imizni
gorizontal tekislikni bir nuqta bilan birlashtirib olamiz. Nuqtalarni belgilaymiz. Bir shtrix bor degani ham. Xuddi shu jarayon ikkinchi nuqtamiz bilan ham takrorlanadi. Ikkinchi nuqtamizdan tushgan chizig'imizni ham pastga to'g'ri chizib olamiz va 2,1 nuqtamizni shu chiziq tomonga yo'naltiramiz. Uchinchi nuqtamizni ham to'g'ri chizamiz pastga va gorizontalda joylashgan uchinchi nuqtamizni ham shu chiziq tomonga davom ettiramiz. Frontal tekisligimizda kesishgan haqiqiy yuzani haqiqatdagi nuqtalarini hosil qilib oldik. Endi ularni birlashtirib kesilgan yuzani holatini aniqlab olamiz.
Mana bugun sizlar bilan birgalikda sirtni proyeksiyalovchi tekislik mavzusiga oid yana bir chizmani, birinchi variant asosdagi chizmani chizilish jarayonini o'rgandik va birgalikda chizib chiqdik. Bizga berilgan edi 6 qirrali burchakli prizma. Birinchi bajarilgan ish 50 diametrli aylana chizib olish, radiusi 25 va shu hosil qilingan qirralari orqali frontal tekislikka uzunligini olib chiqdik. O'zini berilgan o'lchovlari orqali balandlik va proyeksiyalovchi chizig'ini hosil qilib oldik va hosil qilib olgandan so'ng proyeksiyalovchi chiziq bilan sirtni kesishgan qismlarida nuqtalarni aniqlab oldik va bu nuqtalarni gorizontal tekislikka olib tushib, kesilgan yuza sirtda yuza qismida yuqoridan qanaqa holatda hosil bo'lishini aniqlab oldik. Xuddi shu jarayonni profil tekislikda ham takrorladik va mana bu qismda kesilgan yuzani o'zini haqiqiy kattaligini tekislikka joylashtirilganda qanaqa holatda bo'lishini chizib belgilab oldik. Bugungi mavzuyimiz shulardan iborat edi. Mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa xursandman. Barchangizga rahmat. Xayr salomat bo'ling.